Assalomu alaykum. Muhim voqealar tafsiloti axborot 24 dasturida. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yo'l transport infratuzilmasi, qishloq xo'jaligi, ta'lim, tibbiyot va xizmatlar sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishish, yaqin istiqbolga mo'ljallangan ustuvor vazifalarni belgilash maqsadida bugun Jizzax viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari dastlab zamonaviy va qulay yo'l infratuzilmasini barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Viloyat markazini M39 xalqaro avtomobil yo'liga bog'lash maqsadida qariyb 290 milliard so'm hisobidan 700 metrlik yo'l o'tkazgich va 4 kilometrlik yangi avtomobil yo'li qurildi. Bu yo'l har kuni 14 mingdan ortiq transport vositasini o'tkazish imkoniyatiga ega. Yangi inshoot tufayli bu masofa 4 kilometrgacha qisqardi. Eski yo'ldagi tirbandliklar bartaraf etildi. Metal konstruksiyalardan zamonaviy texnologiya asosida barpo etilgan o'tkazgichning xizmat muddati 2 barobarga uzaygani e'tiborlidir. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbariga atom energetikasi loyihalarining borishi to'g'risida axborot berildi. Ayni paytda Jizzax viloyatida integratsiyalashgan ikkita kam quvvatli reaktor va ikkita katta reaktordan iborat atom elektr stansiyasini barpo etish boshlangan. Atom elektr stansiyasi uchun zarur qurilish materiallarini mahalliylashtirish, oliygohlarda soha uchun kadrlar tayyorlashni kengaytirish rejalari taqdimot qilindi. Prezidentimiz shuningdek, Jizzax shahriga kirish qismini zamonaviy qiyofaga keltirish bo'yicha master reja va renovat loyihalari taqdimoti bilan ham tanishdi. Tashrif tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.